qattiq intizor, sabab berur toza iymon, lek ko'ngil beozor. Sof tilaklar, pok niyatlar, beqiyos ixlos bilan bu maydonda jamdir bugun qadrdonlar do'styor. 2025-yilning 2-sentyabr kunida biz bilan birga bo'lishlikni ixtiyor aylagan barchaga o'zbekona lutf ila assalomu alaykum deb qolamiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabining aziz va hurmatga sazovor ustozlari, Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabiga ilk qadamlarni bosib kelayotgan aziz o'quvchilar, barchangizni ko'rib turganimizdan benihoyat mamnunmiz va so'zimiz boshida sizlardan biroz muddatga tinchlikni saqlab olishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardik. Chunki hozir O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Rahmat aziz mehmonlar, barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va aziz mehmonlar, hozir men sizlarni Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabi ma'muriyati bilan tanishtirib o'taman. Ixtisoslashtirilgan san'at maktabi direktori Sanginov Ro'zboy Qurbonovich, o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Rahimov G'olibjon G'aybullayevich, ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Karabayeva Shohista Shavkatovna va ishlab chiqarish amaliyoti bo'yicha direktor o'rinbosari Mirzamatova Sayyora Ismailovna. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun ezgu shiori ostida o'tkazilayotgan tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabi direktori Sanginov Ro'zboy Qurbonovich va Bekobod ixtisoslashtirilgan san'at maktabida uzoq yillardan beri fidoyi xizmat qilib kelayotgan fidokor ustozimiz Mamarahimov Mamajon Gadaybayevichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, ota-onalar, ustozlar va aziz o'quvchilarim. Avvalambor sizlarni vatan uchun, millat uchun, xalq uchun deb nomlangan ezgu g'oyalarni ilgari surgan mustaqilligimizning 34 yilligi hamda yangi o'quv yilimizni boshlanishi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Bugun sizlarni maktabimizda yangi o'zgarishlar bilan kutib olmoqdamiz. Ishonch bilan ayta olamanki, 2024 va 2025 o'quv yili maktabimiz hayotidagi eng yorqin, eng omadli va muvaffaqiyatli yillardan biri bo'ldi. O'ylaymanki, yangi o'quv yilimiz ham xuddi shunday o'tadi. Sizlarni maktabimizda kutib olishdan juda ham mamnunmiz. Barchangizga yangi o'quv yilida, yil davomida ulkan muvaffaqiyatlar, yangidan yangi omadlar tilab qolaman. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Bugun yangi o'qishga kirgan
bizni kelajakda san'atimizni yuqori cho'qqilarga ko'taradigan 1-10 sinf o'quvchilari. Mana hozirgina yangragan mahiyamizni olib qaraydigan bo'lsak, aynan bizni musiqa ixtisoslashtirilgan musiqa maktabimizga tegishli tomonlari juda ham ko'p. Chunki bu ma'naviyat mahiyani bizni ustoz kompozitorlarimiz yaratishgan, ustoz shoirlarimiz yaratishgan. San'atga bog'liqlik tarafi, vatanni san'atga bog'lab turadigan tarafi mana shu ma'naviyatimizda, madhiyamizda deb o'ylayman. Bugungi madhiyani ko'proq haligi plus deydimi biz nimada ijro etildi, lekin bundan keyin ustozlarimizdan hurmat qilib so'rardimki, buni jonli ravishda hammamiz yod olib aytamiz. Chunki biz mana shu san'atda o'qiganimizdan keyin demak san'atkormiz. Biz haliga fonogrammaga ishimiz tushishi kerak emas, boshqalar bizdan o'rnak olishi kerak. Biz demak yoddan hammasini chiroyli qilib musiqa tilida aytganda akapella qilib aytishimiz kerak. Nega chaman istamas yantog' sahrosidan kelmaydi beri, axir qumsar yongan shu ovloq meni, shu bir yantoqchalik bo'lmasam bolam dema vatanim meni. Eshigimsan avlalar aytgan, eshigimsan kuzatgan, har balodan avaylab asrab erkalatib yaftida tutgan, har balodan avaylab asrab erkalatib yaftida tutgan. Xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni, xizmatingda turmasam seni bolam dema vatanim meni, seni bolam dema vatanim meni. Can O'zbekiston, bu go'zal